Assalomu alaykum asqovalilar, kanalimiz a'zolari. Quva tumani, ya'ni Eskimol bozorida orqa tomonidagi ko'cha, ikkinchi ko'chadagi ushbu 2 etajli uyimiz sotiladi. 6 sotik 9 xonadan iborat. Bu yerda ikki tuyog'ida gaz tushgan, gaz kelgan gazlar. Endi uni mahalla bilan kelishib tortib olsa bo'ladi bu tomonlarda. Uyda holati mana shu 2 etajli, remontlari yaxshi holatda. Olgan odam bemalol shuni kirib, bemalol yashaydi. Qani ichkaridan ko'ramiz, ketdik. Ruslar tevalarni reslar bilan turib qo'yishgan ekan. Zinadan chiqish mana. Uyda ishlari hammasi chiroyli qilib remont qilingan. Ixchangina chiroyligina uy, xudo xolasa olgan odam bemalol maza qilib yashaydi. Bu yerda hammomlari, o'choq tandirlari bor, hojatxona, mevali daraxtlari bor. Tursular shu uyimizda sotiladi. Olgan odam bemalol maza qilib xudo xolasa yashaydi. Shu uyning narxi kelishamiz deyishyapti. Telefon qilaverasizlar. Assalomu alaykum.